Assalomu alaykum. Men Tojiboyeva Aziza, Kimyo texnologiyalari institutida 1-kurs magistrantiman. Mening o'zimning dissertatsiya mavzuyim bu tabiiy fosforit va sialit asosida ekologik toza o'g'it ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish. Men bugun o'zimning ilmiy ishim borasida eksperimental metodlar qanaqa qo'llanish haqidagi taqdimot qilmoqchiman. Biz bilamiz, hozirgi kunda qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini oshirish va yuqori hosil olish ko'pincha mineral o'g'itlardan foydalaniladi bu borada. Biroq kimyoviy o'g'itlar ko'pincha tuproq sifatini yomonlashtiradi va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli ekologik toza, barqaror, samarali o'g'itlar yaratish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Mening tadqiqotimda o'simlik o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan ikkita tabiiy mineral fosforit va sialit asosida mineral o'g'it olmoqchiman. Fosforit o'zi bu o'simliklarning uchun muhim fosfor elementi manbai hisoblansa, sialit bo'lsa tuproqning fizik kimyoviy xususiyatlarini yaxshilab beradi va ozuqaviy moddalarni ushlab turishda va ularni sekin barqaror ravishda o'simlikka so'rilishini ta'minlab beradi. Ushbu o'g'it tarkibini yaratishda men eksperimental tadqiqot metodlaridan keng foydalanishga harakat qildim. O'zi eksperimental metod bu ilmiy izlanish jarayonlarida sharoitlarni boshqarish, o'zgartirish, natijalarni bevosita kuzatish orqali yangi bilimlarni olish usuli hisoblanadi. Tajribada mustaqil o'zgaruvchilar bular fosforit bilan sialitning miqdori, ularni qayta ishlash usuli va o'simlik o'sishi, hosildorlik va tuproq tarkibidagi o'zgarishlar hisoblanadi. Tadqiqot bosqichlariga keladigan bo'lsak, xom minerallarning tarkibini tahlil qilish, ularni ma'lum nisbatlarda aralashtirish, tajriba namunalarini tayyorlash, issiqxona va dala sharoitida sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilishdir. Ilmiy ishimda kutilayotgan natija bu tuproqning tabiiy unumdorligi tiklanadi, o'simlik o'sishi kuchayadi va bu texnologik jarayon iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'ladi.